havo ochilib, bulutlar chiroyli bo'lib ketdi. Endi sekin klinika tarafga qarab yo'lga chiqamiz. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo. A'lo darajada. Sen nasılsın kız, iyi misin? Siz İyiyim diyeceksin. Ben iyiyim. Zo'r kayfiyatlar. Sizlarga xonasini ko'rsadik, qanaqa xonaga joylashganini. Mana hamma sharoiti bor. Bitta onalari uchun joy. Hozir bilan ochib tashlaymiz, hali keyinroq. Mana joylashtiryaptilar narsalarini. Televizorlar. İkincisi? 4 ay önce. 4 Çistosu kaçan idi? 7. ayağı. 2024 7 Kasım'da kalçasından ameliyat oluyor. Kaza geçiriyor. Evet, Şu an revizyon ameliyatı olacak. Okey, tamam. Mana Sabrina Honda palatalari. Ha? Operatsiyadan oldin какие ощущения? Qo'rqmayapsizmi? Yo'q, qo'rqmayapman. Xalqim meni duo qilib turibdi. Shu uchun ham qo'rqish yo'q menda. Aytmoqchiman, operatsiyadan kirishdan oldin kimga yomon gapirgan bo'lsam, nimadir degan bo'lsam, Alloh uchun meni kechiringlar. Meni duo qilinglar. Ko'pchilikning duosi o'tadi. Men so'kkan bo'lsam ham asabiylashib, shu holat esimga tushgani uchun jahl bilan so'kib yuborgandirman. Men shunaqa holat uchun so'kib yuborgandirman. Lekin unaqa hamma joyda so'kib yuradigan inson emasman. Chunki holatimni, misol uchun atrofimdagilar biladi, siz bilasiz, boshqalar bilmaydi. Hamma noto'g'ri tushunishi mumkin dedi holatni. Hammasi yaxshi, hamma duoda siz uchun. Aytmoqchiman, kimgadir nimadir yomon gapirgan bo'lsam, ko'nglini og'ritgan bo'lsam, hammasini Alloh yo'lida ro'za kuni meni kechiringlar, aziz yurtdoshlar. Hammalaringizdan juda ham xursandman, xalqim menga yordam bergani uchun. Men o'zimga ishonyapman, что sizlar meni duo qilyapsizlar, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi juda ham tez va yengil o'tadi. O'zingiz qo'rqmayapsizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Hammasi yaxshimi? Nimani ham aytib o'tay, CD yo'lini ham tekshirishar ekan ertaga и этот женскийlarni ham tekshirar ekan. Aytishdi, agar yengil bo'lsa dedi, qilamiz dedi. Agar og'ir bo'lsa dedi, ikkinchi operatsiya. Hozir pampersdasiz, to'g'rimi? Hozir Pampersda yuribsiz a? Shunaqa gaplar. Xudoyim duo qilib turinglar, xudo xolsa ertaga operatsiya. Ertaga reanimatsiya kerak emas bo'lsin deylar, duo qilinglar. Srazi palataga olib chiqsin, ertaga xudo xolasa operatsiyadan keyin yana kelaman, ko'rgani video qo'yamiz. Duo qilib turinglar. Короче, больницаga yotkizdik. Больницада hozir yotibdi. Pullarini aytib o'tsam sizlarga. Короче, operatsiya, только operatsiya $15,000 tushyapti. Потому что bu qizni Yulduz opa tushuntirib aytibdi. Qiynlangan oila, butun O'zbekiston bilan pulini to'pladik. Buni hali yurishni o'rganishi bor. Boshqatdan yurib o'rganish kerak-ku. Boshqatdan endi temir bo'ladi, bu yerda implant bo'ladi. Shuning uchun qaranglar, baxtimizga hamma pullar yetyapti. Hammasi joy-joyida. Xudo xolasa ertaga CD yo'llarni ham tekshirishib, женскийlarni ham tekshirishib, oddiy bo'lib chiqadi. Mana yonimda o'tiribdi. Qon tayyorlab qo'yishgan, qon quyish kerak ekan. Qonga bu implant Короче, yuborish uchun tayyorlab qo'yishibdi. Hamma yo'q, tayyor operatsiyaga. Duo qilib turinglar, eson-omon operatsiyadan chiqib olsin. Gapiring. Avvalambor yuzimiz yorug' bo'lsin, operatsiyadan yaxshi chiqib olaylik. Hammalaringiz duoda bo'linglar. Sizda anaqa hozir Mahina aytib qoldi. Kechasi baqiryapsizmi? Hali ham qo'rqyapsizmi? Qo'rqaman, tushimda avariya bo'ladi. Avariya kiradi, mashina tagiga yotaman. Bu bo'ladigan narsa. Endi nima qiling? Operatsiyalardan keyin psixiatrga ham ko'rsatib borsangiz. Menda 3 marta tush ko'raman, shunaqa uxlasam, o'ngimda ham tanam titraydi. Kechasi bilan uxlamay chiqadi dedi-da hozir. Kechasi мама с дочкой не спят. Они удивляют меня. Boshqa baqirib ketadi, men o'zim qo'rqib turib ketyapman birinchidan. Mana shunaqa bu umuman operatsiyadan chiqib olgandan keyin xudo xolsa hammasi o'tib ketadi. Go'zal bo'lmaydi, rasmlar qilishni boshlaysiz. Chiroyli. Xudo xolasa.
operatsiyaning narxini aytaman deb esimdan chiqib aytmasdan o'tib ketibman. Короче, Yulduz opa iltimos qilib, qiylangan oila deb $15,000 operatsiyani tushiribdi narxini. 6 ta doktor kiradi, u yerda ginekolog bo'ladi, urolog bo'ladi, Mikroxirurg, ortoped, mikroxirurg и keyin общий xirurg. Ana. Men o'zimdan faxrlanib ketganim nimada? Men Mohina opa o'tiribdi, Yulduz opa o'tiribdi. Prosta hech qachon o'ylamagandim shu yoqdan olib kelib, o'sha operatsiyaga yotkizdiramiz deb, представляете? Juda ham xursandman, sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa, mana onalari o'tiribdi. Opa, xursandmisiz? Xalqim hammalaringga rahmat, shu qizni befarq qoldirmadilaring, sizlarga duolaring. Duo qilib turinglar. Duo qilib turinglar. Обязательно duoda bo'linglar. Ertaga Xudo xolasa soat 10 da aniq bo'ladi nechida operatsiyada. Ertaga точно operatsiya. Xudo xohlasa. 12 ga yaqin boshlanadi. Xudo xolasa.